Tovuq go'shtini ko'pchilik savol berib so'rashadi, qayerdan olasizlar? Importning tovuq go'shti ham hozirgi kunda kirib kelyapti. Aka, o'zi hozirgi kunda necha xil mahsulotlar chiqyapti? O'tgan yil video qilganimizda 3 xildan ortiq mahsulotlar chiqaryapmiz deb aytgandingiz. Hozirgi kunda assortimentimiz ozgina ko'paygan. Danar go'shtlarimizni mol go'shtli danar deymiz. Bizning tilda tadbirkorlar bu sohadagilar tushunadi. Qiymasi bilan yaproq go'shtini foizi bo'ladi. 50 50, 30 ga 70, 70 ga 30, 100% yaproqli go'shtli deganlari bo'ladi. O'zini foizi bo'ladi. Mol go'shtligini o'zi 8 xil hozirgi kunda. Demak, ko'paydi. Assortimentimiz ancha ko'paydi. Undan tashqari alohida faqatgina tovuq go'shtini o'zidan ishlab chiqaramiz. Tovuq go'shtini o'zidan. Tovuq go'shtini o'zidan. Tovuq go'shtini ko'pchilik savol berib so'rashadi, qayerdan olasizlar? Importning tovuq go'shti ham hozirgi kunda kirib kelyapti. Tovuq go'shtini biz o'zimiz fermer xo'jalikdan sotib olamiz. Ya'ni broiler tovuqli, yetishgan tovuqli bo'ladi. Uni o'zimiz qushxonalarda o'zimizdan o'zbek bolalar bismillohni etib so'yishadi. Tovuq go'shtlarimiz shu jarayon bilan bizga kirib keladi. Ya'ni mesniy hisoblanadi.